Ya Allah, 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 Ya. Şuna meyli felsefelerçiler, meyli demokratçı psikologlar bolsun, öz sözlerde İbn Taymiye ve İbn Qayyim Cevzi qatarlıq kişilerin sözlerini üzündeyilip, G'arib psikologlarının sözü bilen yuğurup bizge sunuvatqa vaqtda biz İbn Taymiye ve İbn Qayyim Cevzi qatarlıq kişilerin sözüge sellamla deyiş bilen birge şu sözlerge şu insan tadqiqatçılarının közü bilen qaramay, belki İbn Taymiye ve İbn Cevzi qatar kişilerin nefs doğruluq to'xtalgan mazmunlarını asliga qaytarib shularning o'zlarining ko'zi bilan qarasak haqiqat aydınlaşıdı. Mana bu psixologiya sohasida alohida diqqat qilgan ish bu nafs degan gapning ma'nosi ruh, jasad, shaxs deb keladi. Shundaqla islom dinini qabul qilgan bir olimdan islom dinini qabul qilishdagi sababini so'raganda men islom dinini nafsimni tanlab baqdim. Nafsim buni qattiq yoqtirmadi. Shuning bilan bu islom dinini haqkan deb qabul qildim deydi. Shundaqla Alloh subhanahu va taolo jannat bilan do'zaxni yaratib, uni Jibril alayhisalomga ko'rsatganda, Jibril alayhisalom hamma kishi jannat kirdi ekan, hech kim do'zax kirmaydi ekan deydi. Shunda Alloh taolo jannatni nafs yoqtirmaydigan, do'zaxni nafs yoqtirgan ishlardan pardalab, uni Jibril alayhisalom ko'rsatganda, hamma odam do'zax kirib ketgudek deydi. Şu vəcdən Xristiyan dini tarqatqıçlarının köpüncəsi əsas cəhətdən psixolog. Hətta vətənimizdə psixologiya bilan şug'ullanğanlarning çigi təkdən sürüşdürsənglər, bularning məxfi Xristiyan dini tarqatış ekanligini bayqaysizlar. Bular aşu kişilərning nəfsi yaqılğan sözlər bilan başqalarını do'zax chaqırdı. Əmsə Allah insanı şərəflik, hörmət yaratibdi. Mana məşu izzət və şan şərəfni qo'lga keltirishning ochiqishi nədir deganda Hadis Qudus bizga bayon qilgan hadisda bir banda farz va nafl ibodatlar bilan Allohga izchil ibodat qiladi. Oxiri Alloh bu bandani yaxshi ko'rib qoladi. Shuning bilan buni Jibril alayhisalomga deydi. Shuning bilan Jibril alayhisalom farishtalarga Alloh falonchini yaxshi ko'rdi, sizlar buni yaxshi ko'ringlar deydi. Shuning bilan farishtalarmi u bandani yaxshi ko'rdi. Hem kişiler arasında o bendeni yaxshi ko'rish ve hürmetleş üsüdü. Bunun aksice Allah subhanahu wa ta'ala bir bendeni yaman görse kişiler arasında o kişini yaman ko'rish ve nefretleş xahiş küçüydü. Elbette biz ibadetlerimizni başkalarının maqtishiga ve hürmetiga sazovor bo'lish uchun qilmaymiz. Balki samimiyatimiz ve sadoqatimiz bilan qilamiz. Ko'rinishimiz qancha chiroyli bo'lib ketsin, qalbimizda ixlos bo'lmaydigan hammasi ko'pik. Chunki Allohning soyasidan boshqa hech qanday soy bo'lmagan kundagi Allohning soyasidan soylanadigan 7 kishining birisining dal o'ng qo'li berganni so'l qo'l bermagan kishidir. Bu sohada tajovuzchi Xitoylar qaraydi. Bular o'zlarining tajovuzchi Xitoylarga yaratib bergan qulayliklari va imkoniyatlari haddi hisobsiz. Buni til olmaydi. Til olsimi, anda sonda til qo'yib qo'ydi. Bizning xalqimizning birarsiga birar ish qilib berdimi, bo'ldi. Televizor, radio hammasi shu gap. Bu yerda hammadan bakrak ziyonkashlik kuchrab, yuz obro'yi to'kildigini shu yordamlik olgan kishining urug' tuqqanlari. Xuddi bular o'z qernishini yordamsiz ko'cha tashlab qo'ygandek. Ömer ibn Hattab raziyallohu anhuning xilofat davridagi niqob egisining qissasi hammamizga ma'lum. Jangning asos g'alabasini qo'lga keltirishga sababchi bo'lgan shu niqob egisini Ömer ibn Hattab raziyallohu anhu bilolmadi. Balki Allohga duo qilib, "Ey Alloh, meni qiyomat kuni shu niqob egisining yini tirildirgan" dedi. Alloh subhanahu va taolo Sura Anfalning 63-oyatida Allah müminlerinin dillerini birleştirdi. Sen yeryüzündeki bütün baylıkını sarıp kılıp mı onlardan dillerini birleştirelmeydin dedi. Allah halsa aziz kıldı, halsa har kıldı. Eğer Allah har kılsa bütün mal mülkünü hecdep aziz olmaydı. Hatta Xitayning iqtisadi var. Mana bular öz reislerinin çetel devletlerinde ziyarete bolganlarda izzet şerefke ve kızgın alqışqa eriş için köp iqtisat çıkım kılıp körünü setip aladı. Ani şu Xitoyning shuhrat uchun sarf qilgan iqtisodi ularni sharaf qilib oldimi? Balki Alloh subhanahu va taolo bu Xitoylarni Korina orqali bir xor qilib edi. Bu Xitoylar shundoq bir xor bo'ldiki, butun dunyo bu Xitoyning dastidan hammasi mastaqib burni etib oldi. Hatto bu Xitoy o'zidan o'zi hurkib yuridi. Mana Alloh xolis aziz qildi, xolsa xor qildi.
Şuna küçükünüz ibadetten Allah'a dua kılıp, "Ey Allah, benim amellerimni, sadaqalarimni sizden başka hiç kim bilmese" deb yalvarıp, yig'lab o'tinsakmi, bizning irodamizga bakmay aziz qilib qo'yaverdi. Biz amallarni qancha yo'shin qilgan sari Allah shuncha aziz qilib qo'yaverdi. Mayli biz Allohni yaxshi ko'rib, insonlardan qochib tog' o'nkirlarda yolg'iz ibodat qilsakmi, kishilar palonchining duosini bir ilib olsak deb bizni yana topadi. Chunki Alloh o'zining mahluqotlarining ichida insonni yaxshi ko'rdi. Shu insonlarning ichidan biron yaxshi ko'rib qolsa, uni atrofdagilar deydi. Uning bilan maqtandi, uning hurmatini kishilar orasida o'stirib qo'ydi. Umar ibn Hattob radhiyallohu anhu Allah bizni islom bilan izzat qildi. Uning g'ayridan izzat talab qilmaymiz degan so'zi bu ummatga mashhur. Shu vajin islomdan g'ayridan izzat talab qilmaymiz. Chunki biz mushu din amonatini o'z ustiga olg'uchlarning asli xarakterini tushunmasak, nurg'un ishlar tutqizib ketadi. Mana bu arablar o'z joyilitida va uningdan keyin o'ziga izchil lozim tutgan ikki fazilat, birisi shijoat va yana birisi karam, ya'ni sehilik. Shunga islom dinida iborat bu buyuk izzatni ustiga olmoqchi bo'lgan kishi mushunday fazilatlarni o'zida hozirlashtirish kerak. Shundaqla bularning izzat va shon sharaf uchun bularning hech nim qaramaydigan ruhidan Cahiliyet devrinde bir Arap çidoqsiz bir xorluqqa uçursa, öz qavmining oldiga berib, ün-tünsiz halda ishton ko'ylaklarni silib, onasidan tug'ma holatda ular qarab turdi ekan. Ya'ni men uchirgan xorluq oldida mening tug'ma holatimda oldinglar turishim men uchun hech narsa emas deganni bildirib qo'yish uchun. Shundan qavmi nima bo'lding deb so'ramagan. Balki hammasi o'rnidan turib, uyiga berib, qurollarni ilib, itini to'qimlab, qani yo'l boshla deb uningga ishorat qilgan. Çünkü onun xorluğunu özünün xorluğu deb bilgan. Shundaqla bunun yüz obro'yini tökkenler mushu xorlangan kishining qabilasini ko'zga ilmoqlik deb tushungan. Yana Abdullah ibn Zubayr Hajjaj ibn Yusuf bilan bo'lgan jangning eng oxirgi minutlarida ikki balvoq egisi bo'lgan onasi Asma radhiyallohu anhaning qishig'iga kirib, "Ya umma, ey onajon, menga maslahat bering" deganda, "Ya bunay, ey o'g'ilchiqim, Alloh bilan qasam, albatta izzat ichida bo'yninga qilich urilishing, menga xorliq ichida dumbanga qamchi bilan urilishingdan suyimlikroqdir" deb uni yo'lga soldi. Shundaqla bir Yahudining bir ansari ayolning qasdangi ko'ynakini solduritishi bilan butun sahobalarning qo'p ketganini demasakmi bo'lar. Hamda biz Urumchi voqeasidan shaxlanib chiqqan insonning obro'liq yaratilishi, Alloh subhanahu va taoloning har narsa o'lcham bitganligi, shundaqla bizga sunilgan nasllarni asli yandirishni qisqacha yig'incha qilsak, bugungi dunyoda mashhur bo'lgan ham oliy maktab darsliklarida o'qishlik qilinadigan Ibn Haldunning mag'lub millat, g'olib millatga ergashtir degan nazariyasiga asosan Allah Taala saqlab qolgan kishilardan boshqa son sanoqsiz kishilar, hatto o'zini islomga nisbat berganlarmi bugungi kunda zamin ustida g'olib turayotgan g'arb va sharqning fikrlariga, ko'z qarashlariga, yeyish ichishlariga, chosh posullariga, bo'yash tartiblaridan tortib ularga taqdiq qilayotganligini ko'ramiz. Shu vajdan islom ta'limotlari o'rganishni o'rniga ixtiyorsiz holda g'arb sharqning kitoblarini ko'rdik. Asosiy bo'lgan diniy ilm intayin afsus. İçimiz açık to'shgan holda xuddi yesimi bo'ladigan, yemisimi bo'ladigan pax-pax yemeklikka o'xshash qo'shimcha bir ilmga aylandi. Ming afsus. Shundan Alloh taolo tabiatimizga bekitgan asli xarakterimizning xususiyatlari o'zgarib, o'lcham buzilib, o'zimizga o'zimiz zulm qildik. Qo'rqmaydigandan qo'rqdik. İzzat va shon sharafimizni dinimiz va qinimiz bilan keltirishning o'rniga mansabga o'rlash, pul tepish, yaxshi joydan uy silish, oliy mashinalarni setib olishga o'xshash arzimas ishlar almashtirdik. Masalalarimizni Alloh va uning rasulining asli ko'rsatmalariga tanglashdan g'arb sharqning sehri kitoblarini sundik. Shu vajdan xalqimiz, xususan jihad maydoni qarindoshimiz o'z ustidagi mas'uliyatni bilmamdi. Agar bilsa, o qarindoshimizdan Alloh rozi bo'lsin. Agar bilmasa, onunla askartish bo'lib qolsin. Fazakkir in nafati zikra. Aslatgin, agar pan nasihat ularga foydali bo'lsa. Shundaqla shu aslatni tilga ilishdan burun umrimda menga tunji ta'sir qilgan bir ishni ham tilga olib o'tmoqchi. Umrimda menga tunji ta'sir qilgan ish, hatto hozircha aslayolmayman, u chog'da men maktab kirgan vaqtimmi yoki emasmi? Boshqalarning darvozasini chekdik. O'ylishdan kim degan ovoz chiqmay, balki televizor qo'ymadik degan ovoz chiqdi.
Başkalarının darvozalari televizor ko'rishimdan etilgan chog'da o'zi mard arlab ichib oladigan Jilkam degan kishining uyi bilan Bahargul odamning uyi bizga keldi. Bularning uyi kinoxondak bo'lib ketgan. Mana mushundaq vaqtlarda bir filmni o'ttirdan ko'rib qoldim. Shundaqla keyin bu filmni Amerikanimkin deb faraz qildim. Bu filmda bir kichik bola bilan bir top padichlar bir daladagi bir yovvoyi otning piyiga tushdi. Bu at hech kimga qattiq bo'y bermaydi. Kunlarning birida hali kichik bola shu ot o'tadigan joyda mo'kinib yetib, tuyuqsiz salbini otning bo'yniga tashlab, uningga chaptish oldi. At u balani cho'ritdi ham shundoq surat bilan qochdi. Bala tizginni qo'yib etmaydi. At uni yerda so'rgunicha chopdi. Esimda qilishicha, heliqi bola og'riq chiday olmay tizginiga qo'lini bog'lab o'tdi. At o balını so'rgunicha sasıqlardan, dalalardan, suvlardan chep o'tdi. U balama urilib, so'qilib hushidan ketadi. Oxiri atma yerib to'xtaydi. Shuning bilan kayni qarsa, heliqi bola qo'lini tizginiga bog'lagan holda o'lik holda sasıq chilishib yotgan. U at tushayotganda u baladan qutilish imkoniyati yo'q. At asta o balının qishga kirib, uning beshida qarab turdi. Bir vaqt o'tib, bala hushiga kirib, beshini ko'tarsa, heliq at uning beshini qarab turgan. Shuna bala o'zdiki barliq og'riq silahni unutguncha, heliq atqa xo'shallikdan vaqirguncha mindi. Heliq padishlar bu atqa bir kichik balaning igi bo'lganligini anglab, u atni qo'lga keltirish uchun u balani kendi qo'laydi. Bala atqa minib qechib bir ulug' eqiyotgan chunqur daryoning qishiga kirib qoladi. Padishlar balını qo'g'lab yetay deb qolgan vaqtda bala atni daryoga soladi. At balını elib daryoga kirdi. Bu ko'rinish shunchalik jiddiki, shu vaqtdagi ko'rinishni yurkim og'zimga tiqilguncha chikatgidek tikilib ko'rganim yilami esimda. At balını elib daryoga o'tdi. Heliq padishlar daryoning qirg'ig'ida qarab turdi. Xat chiqdi, kino tugaydi. Bu filmni o'ttirdim boshlab ko'rishim bir qatam nasib bo'ldi. Ikkinchi ko'rib boqmadim. Lekin unutgandim. Yishimning cho'ngish agishib, aqlimi yetilishga boshladi. Shundaqla dalada chapqanning hammasining otish ekanligi, lekin ulug' oqqan daryodan o'talaydiganligining faqat bir otish ekanligini bildim. Shundaqla qimmatli narsaning jonni olqon ilib qo'yimg'ich kelmaydiganligini ham bildim. Buni shuning uchun misol qildimki, biz muhojir degan nomga oson erishmadik. Balki bizning ba'zan birlarimiz sarf qilgan pulga pasport olg'ili bo'lgan davlatlardagi minglagan kishilarni hijrat